Hammaga salom o'rtoqlar, sizlar bilan Aida Taro. Shaxsiy kod demoqchi bo'lganlar, har doimgidek shapka profilda nomer bor. Через WhatsApp orqali aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Man sizlarga hech kim qilmagan, menimcha ko'plarni siri bu. Nima deymiz? Sizlarga yordam tariqasida kichkinagina ko'pchilikni sirini olib chiqaman. Kim urushib qolgan bo'lsa, o'sha insoningiz bilan uzog'i 24 soat ichida, eng uzog'i 2 kun ichida yarashuv ritualchasini qilamiz. Buning uchun sizga lavroviy list kerak bo'ladi. O'rtoqlar, menda mamnaqa dirka, mamnaqa yirtiq, lekin sizda listingiz chiroyli bo'lishi kerak. Tushundingizmi? Chiroyli mamnaqa yirtiqlar bo'lishi kerak emas. Shuni ichiga ismini yozasiz. Kim bilan urushib qolgan bo'lsangiz, yarashmoqchi bo'lgan insoningizni ismini yozasiz va spalingiz qayerda yotadigan joyingizni podokonnikaga, ya'ni oynasi bor joyga qo'yib qo'yasiz. Shu gaplarni gapirasiz. Lavroviy list, yordam ber. Uni ismi menga olib kel. Shunday bo'ladi, shunday bo'ldi, shunday bo'lsin deysiz. Bo'ldi, xuddi shunday ahvolda qo'yib qo'yasiz. Bir kun turadi. Ertasi kuni iloji borlar yoqib tashasin. Agar yo'q, men domda yashayman yokida men uyimda odamlar har doim bo'ladi, men yoqolmayman. Endi bo'ladi-yu har xil vaziyat. Unda maydalab tashlaysiz. Oynangizdan turib, ko'chaga qarab maydalab tashlab qo'yib yuborasiz. Tamom. Bu narsa hech qanaqa sehr, cho'rniy magiya va boshqa narsa emas. Men unaqa narsalar bilan aslo shug'ullanmayman. Bu shunchaki meni foydam tegadigan народный ritual bu. Народный деревенский ритуал. Тот, кто знает, тот и поймет меня. Так, kommentariyada да будет так, amin deb yozib qo'yasizlar, чтобы energiya обмен tezroq osmonga borishi uchun. Nima deymiz o'rtoqlar, yordam degandan xursandman. Xudo xohlasa yarashib ketasizlar.